Assalomu alaykum barchaga. Bugun 21-yanvar 2026-yil. Cho'lda mana qor avjida. Sigirlar hali ham ko'lda yuribdi. Bu yil quduqqa olib ketganim yo'q. Sigirlarni hali bu jonivorlar cho'lda yuribdi. Ko'lda yuribdi hali ham. Endi yaqin 1-2 kunlarda olib ketaman. Quduqqa suv tortib berib o'sha yoqda quruqlikda boqishga. Hozir hammasi suvga kirib yuradi doimo. Havo yaxshi, ozgina yumshadi, lekin qor avjida. Yaxshi qor yog'ib turibdi. Mana shular jonivorlar bari bo'g'iz. Hammasi yelim qo'zg'agan. Nasib bo'lsa fevral oyiga tug'ib tashlaydi bular. Ana shu suvdan chiqadigan birinchi sigir 2-fevralga tug'adi. Unisini bilaman. Qolganlari endi shu arqamonlar birga tug'ish kerak. Bitta yarim tuqqani ham bo'lishi mumkin. Ko'p bo'ldi sigirlarni ko'rmaganim ham. Mana bu Alabay, ma. Alabay paroda. 2,5 oylik kuchuk bolasi. Baquvvat. Hozir bu yoqdan endi suvdan kirib o'tmayman. Ko'lning narigi tomonidan aylanib kelib hamma sigir buzoqlarni bir ko'rib, to'dalab sanab olay qani, hammasi bormi? Mana hozir sigirlarni shamoldan, sovuqdan pana joylagan, mana yulg'unzor bor. Mana bo'yimdan baland daraxtlar, yulg'un daraxtlari. Shu joylarga shamoldan pana bo'ladi uchun ovqatlanib kelib bir quruqroq joyga yotib yuradi. Hozir bular hammasi yoyilib yuribdi qorinni to'yg'izish uchun. Bularni yig'ib bir sanab olishim kerak hozir. Hammasi shu yerdan yo bir ko'ldan chiqib ketgani bormi bilish uchun. U yoqda ham ikkita sigir bor ekan mana. Hozir ularni ham haydab kelaman. Jonivorlarni. Yur qanasan. Ko'proq mol bor joyga haydaman. Chiroyli qor yog'ibdi. 1 soat shundoq yog'sa bo'ldi. Hamma joy oppoq bo'lib qolaveradi. Qor bosib. Mana ko'lga o'tlar ko'karishni boshlagan ekan, o'zi bir 2 santimetrdan bo'lgan. Mana qor yaxshi ko'rinib turadi mana. O'tlar mana ko'proq joylari. Bu yil qish yaxshi kelgan evaziga suvda ko'karadigan o'tlar shu ko'klashni boshlabdi. Maysa deydim, buni ajriq deydim, shunaqa o'tlar. Suvda o'sadigan o'tlar ko'karishni boshladi. Mana sigirlar, jonivorlar shu yerda o'tlab yuribdi. Hozir bularning buzoqlari birinchi o'tib ketgandi shu tomonga. Endi ayvonga, qo'raga ketdimi yo bir joylardan ovqatlanib dam olib turibdimi? Hey, yur qani. To'danga hammang. Jonivorlar mana shunaqa qishda ham qayerlargadir bir yurib, qorinni to'yg'izib yurishibdi jonivorlar. O'tgan yili 25-yanvarga tuqqandi bu sigirim. Endi hali 3-4 kunga tug'maydi, baribir 1 oylik kechiksa kerak. Bu hay qisir qolgan edi, endi tug'adi. Nasib bo'lsa. Ishqilib shu jonivorlar shu yerda mana. Hozir yulg'unzor pana joyi uchun shu yerga yurishibdi mana. Mana bunaqa maysa, sho'ra, qamish o'tlar ko'p oli. Shuni yeb, qorin to'yg'azib yuribdi bular. Qo'ldan mana samon pichan deydi-ku, pichan yo bir yem berilmaydi hech qaysiga ham. O'zi tug'adi, o'zi yuradi, o'zi qaraydi shu yerga. Yashab yuradi jonivorlar. Yaqinga endi quduqqa olib ketaman deb turman. Bularni tug'adigan sezoni. Bu yerda suv ko'p. Ko'l bor, 2 ta ko'l bor. 3 ta havuz bor, baliqxona. Bu joyda suv ko'p. Buzog'i bir suvga tushib qolsa o'lib ketadi. Sigirlarni
quruq joyga olib ketib, shu yoqda tug'dirib yana bahorga olib kelaman nasib bo'lsa. Shungacha oyna ozgina 2 oy vaqt bor. Shu 2 oy mobaynida quduqdan suv tortib berib, shu yoqqa qarayman nasib bo'lsa. Bu yerda 2, 4, 6, 8 ta. Mana bu yerni birinchi qorin tug'adi bu jonivor. O'tgan yilgi buzoq o'zi. 1 yoshdan o'tdi. 1 yoshar 3 oylikmi shu atroflarga bo'lish kerak. Shu ham bo'g'oz bo'lgan. Xo'sh. Shu 8 ta bo'lsa 8 talasi ham bo'g'oz bu yerda jonivorlarni. Hammasi tug'adigan. Endi katta sigirlar bolalasini ayirib ham bo'lgandir. Endi ikkinchi tug'ishni boshlashadi. Sezonni, bu yilgi sezonni. O'tgan yilgi sezonni buzoqlarni baribir sutdan ayirgan bo'lish kerak bular. Mana shu joylarga bir qayergadir bir bularni yotadigan joyi bor o'zini. Kechalari tunda sovuqqa chiqib ovqatlanadi, sovuq yesa badanni qizdirish uchun qorni to'ygandan keyin yana bir qayergadir yotadi. Hozir yurib shu joyini topamiz. U pastda ancha ketgandan keyin ayvon bor. Shu yerga borib yotadimi, yo'qmi bilmadim. Mana shu joylarga baribir shamoldan pana, bir qamishlik joylar bor. Shu pana joylarga o'zini sovuqdan panaga olib yotadigan joy bor baribir. U yoqdan to'da bo'l turibdi sigirlar. Endi hammasini bir sanab ko'zdan kechirib olsam bo'ldi. Bir yosh katta sigirim bor. Shundan bir nima qilib turaman, xavfsirab o'lib qolmasin endi deb bir 2010-yilda tug'ilgan bir sigir bor. 15 yoshni to'ldirib bo'ldi bu. Pensiyaga ham chiqadigan vaqt keldi. Har yil bola tug'ib turadi. Mana shu o'sha katta sigirning bolasi mana. Xo'p, qachon tug'ilgan bo'lsa bu? Yo'q, bu 2 yoshar bo'libdi, 1 yoshar emas. Bu martga 2 yoshni to'ldiradi bu. Nasib bo'lsa, shu jonivor. Bu mana sigirlar to'da bo'lib turadigan joyga ham yetib keldik. Shu yerda shamoldan, sovuqdan pana bo'lib turgan joy bor. Yulg'unzorning o'rtasiga kelib yig'ilib turibdi sigirlar. Yana bir yoqqa qarab yeb ovqatlanib ketadi keyin. Bu jonivorlar. Mana shu bir qarri tug'adigan bir sigirlarni ko'rib olsam bo'ldi. Qolganlari shu yerda yuriydi yana. Bir amanlab qo'limga persatkan kiyib olaman, qo'lqopni. Qo'lim muzladi.